Assalomu alaykum oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga dekabr oyiga juda ham katta chegirmalar va yangiliklar qilingan. Shular haqida batafsil video davomida barchasini o'zlaring eshitib guvohi bo'lishlaring mumkin do'stlar. Video boshidan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Qahramon aka, hozirgi kunda dekabr oyini qaysi sanalarga qayerdan reyslarimiz mavjud va qabullarimiz davom etmoqda? Shular haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p. Bizda avvalambor assalomu alaykum. Farg'onadan reysimiz bor, Namangandan, Toshkentdan reyslarimiz bor. Bizga primoy bo'ladi, persatkasiz. 20-chislagacha bemalol telefon qilishaversin. Qolgan kunlarda reyslarimiz bor. Ya'ni Toshkent, Farg'ona va Namangan yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarimiz bor. Safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi aka? Xo'p, safarimiz 14 kun bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'linadi. Madinada esa 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Gastnitsa oraliq masofalarimiz qanday? Gastnitsa oraliklarimiz Madinada esa 150-200 metr oralig'ida, Makkada esa 1-1,5 kilometr oralig'ida bo'ladi. Xudo xolasa. Ya'ni 14 kun mobaynida tajribali liboslarimiz hamrohligida birgalikda ziyorat va ibodatlarga chiqib kelishadi, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari sayohat va ziyoratlarimiz ham o'z ichiga oladimi? Xo'p, bitta to'lov ichida sayohatlarimiz bor. Qizil dengiz, Arafat tog'i, Xurmo bog'iga, Qur'on bosmaxonasiga va qolgan sayohatlarimiz 50 boshlarimiz tomonidan birgalikda borishadi, xudo xolasa. Xudo xolasa, birgalikda 50 boshlarimiz tomonidan to'liq batafsil ma'lumotlar beriladi va birgalikda ziyoratlarga olib chiqib kelinadi. Xo'p, firma tomonidan beriladigan narsalar haqida ham ma'lumotlar berib o'tdik. Xo'p, bizning firma tomonidan beriladigan narsasi vizamiz beriladi. Aslamni, keyin bejik beriladi. Centrum Holidays emblemasi tushgan yostiqchalar beriladi. Samolyotdan ishlatish uchun kamzil, keyin bizda so'mka beriladi. Bizning firma tomonidan. Albatta 14 kun sayohatdan ibodatdan qaytayotganda 5 litr zamzam suvi bilan. Ya'ni 5 litr zamzam suvi bonus sifatida beriladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham yaxshi niyatda ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylaringni bron qilishlaring mumkin azizlar. Ya'ni 20-dekabrga sanasigacha juda ham katta chegirmalar e'lon qilingan. Xudo xolasa, hammasini o'zlaring ko'rib, guvohi bo'lasizlar azizlar. Xo'p, Qahramon aka, endi asosiysi misol obunachilarimiz tomonidan beriladigan savollardan biri bu narxi. Ya'ni hozirgi kunda narximiz standart plus paket hozir. Xuddi shunday. Bu paketimizning narxi necha pul belgilandi? Xo'p, bu paketimizning narxi 20-dekabrgacha $1050 qilib belgiladik. 20-dekabrgacha. Agarda vizasi bo'ladigan bo'lsa $950 bo'ladi. Beramiz vizalari bo'lsa. Hurmatli obunachilar, mana ko'rdilaring, bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Bu sharoitlar juda ham zo'r, a'lo darajada. Mana shu bizni kanalimizni ko'rib borayotganlar juda ham ko'p bo'lgan. Ya'ni yuzlab, minglab ziyoratchilarimizni qalbidan joy olgan firma bu Centrum Holidays bo'ladi. Do'stlar, albatta ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. To'lovlarni qanday amalga oshirishadi, Qahramon aka? Xo'p, to'lovlarni 12 viloyatdan kuzatayotgan bizni qo'shni davlatlardan bo'lsa ham farqi yo'q. Bizga murojaat qilishadi, telefon raqami, Telegram orqali. Biz viza nimamizni beramiz, shot raqamlarimizni beramiz. Bemalol o'zlariga yaqin bo'lgan bank filiallaridan to'lovsa ham bo'laveradi, shot raqamlari orqali. Xudo xolasa. Ya'ni shot raqam orqali bemalol bankdan to'lovlar amalga oshirsa bo'ladi, xudo xolasa. Bundan tashqari vodiydan kuzatayotgan aka opa-singillarimiz kelib ofisga ham to'lov qilishlari mumkin. Ofisda ham qabul qolaveradi, kassalarimiz bor. O'sha qabulda so'm narxida nimada olinaveradi. Ya'ni to'lovlarimiz so'mda amalga oshiriladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatib boryapsizlar. Albatta like bosib obuna bo'ling va kommentariyda niyat qildim inshaalloh bizni ham ota-onamiz va oila a'zolarimiz bilan borishlik nasib qilsin deb kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar azizlar. Qahramon aka, sizga ham rahmat. Mana shunday xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar va chegirmalar qilishdan to'xtamang aka. Do'stlar, har doimgidek oliyjanoblar kanalidan uzoqlashmang, bizni kuzatib boring. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar. Qahramon aka, rahmat sizga ham. Sog' bo'ling, mana shu xalqimizga mana shunday yangiliklar qilishdan to'xtamang. Rahmat hammaga.